Rishton Klolon kottejdan, oxirgi qurilgan kottejlardan sizlarga joy topib qo'ydim. Hovli, rosa ham zo'r, puliga stoyat. Mana qarang, ikkala tomonda aholi yashaydi, asfalti ham bor mana. 6 sotiq. Bu joyda gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Kirib boramiz mana. Daji derazaga ham qarang, rishotkalar qilib qo'yishgan. Darvozalarni ham yaxshisidan o'sha qo'qon nimasidan qilishgan ekan. Wi-Fi ham bor. Darvozaxonasi ham rosa katta. Hamma yoq qoladi, bir dona xolodilnikni olib ketishadi. Bo'ldi. Buni qaranglar, bruchatkalarni ham Qo'qondan yaxshi sifatlisini olishgan. Panjaralarni ham qaranglar, lestnitsali ham chiroyli, akkuratni qilib qo'yishibdi. Tepaga ko'rsating, mana shuni avtokrantlar olib kelib, shvillerlarni qimmatidan qo'yishgan ekan. Lekin realni darvozani qarang, xolasangiz bu tomoniga kamazam tiqib qo'ying, bu tomoniga ikkita mashina ham yuradi-da. Keyin hovlisiga kelsa 6 sotiq dedim. Zeleniy zonaga joy bor. Undan tashqari ko'chada qaranglar. Hojati bor, nimasi bor? Kladovkami, nima u? Mana suv. Suv vip oldi deyapti, bu yerda suvni oldi bu yerda deyapti. Ko'rsating, duolarini ham o'zini kottejdali davlatmi kim o'shalar qurgandan ham balandroq qilishgan ekan, o'zi bilinib turibdi-yu. Lekin puliga stoyat, rosa gap yo'q bu joyimizga. Hozir ichkarini ko'rsataman. Naryoqda mana podval bor. Podvali ham rosa katta. Bu tomonda kladovka bor. O'sha ketmon bir narsalar, xullas nima qo'ysangiz ham chiqamiz, lekin xonaga gap yo'q. Remontini qilishgan, yashamagan daji. Kiramiz mana garderob. Ikkitalik mana konditsionerlar bor. Tepani ko'rsating. Mana lilonim, yana nima bu ko'chayotgan tagi pol, prosta lilonim qo'yishgan. Xo'sh. Kiramiz, to'g'rida katta zal. Mana patologlari nimalarni qaranglar. Atapleniyalar bor bu yerda. Gaz, suv, svet bor deyapman, bor. Bu tomondan chiqqaningizda mana suvrini qilib qo'yishgan. Dahshat mana. Bu tomonda qulaylikni qaranglar. Prямо kuxnyasi. Hamma yoq qoladi deyapman, bitta xolodilnikni olib ketishadi, bo'ldi. Qolgan hamma yoq televizor, hamma yoq. Sifatli narsalar, patologlar qaranglar. Aboylar qaranglar, ugalok, o'tiradigan joyi bor. Tushundinglar-a? Xullas, mehmonxonaga kiryapmiz, bu tomonda suvri, podvali bor buni. Srazi bu tomon kuxnyaga chiqyapmiz. Bu yerdan chiqqanimizdan keyin aboylarni ham qimmatli patologni qaranglar, har doim ko'rsatyapman. Mana eng yaxshi ko'rgan tomoni sanuzili, umumiy sanuzili. Вообще отдельный. Hojati отдельный. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana hojati ham отдельный. Даже hojatgacha atapleniya radiatorni olib kirib qo'yishgan batareyaga. Chiqamiz. Mana bu tomonda o'sha ko'chaga qaragan spalniy. Spalniyni ham mana shular ham qoladi. Mana aboyini qarang. Даже mana panjaraga besh ketdim. Panjara ancha-muncha odam hali nima qilmaydi-yu mana. Aboyini qarang, yotadigan joylari. Opshi o'shanda 1 2 3 tur 5 ta xonasi bor. Koridor, sanuzil, hojati, mana yana mehmonxona qilasizmi, nima qilsangiz ham, bu yerda ham kattalar spalniysi, mana radiatorlar har doim ko'rsatyapman sizlarga. Patologlar ko'rsating. Hurmatli obunachilar, narxi kelsa, narxi $73,000, yana ozmoz tushib beradi, talash bo'lsa bo'ladi. Bizni kanaldan kelsanglar, realni tushib berishadi. Buni biz shunaqa dogovor qilganmiz. Pastda raqamlar qoldiryapman, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Har doimgidek oz-moz aybimiz bo'lsa yo kamchilikimiz bo'lsa, uzrimizni so'rab qolamiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.